ya'ni da'vo summasi 12 million dollar deydigan bo'lsak, 66% shu ulush tariqasida so'rayapmiz, ya'ni 4 million dollar o'sha kiritilgan investitsiyani qaytarib berish sifatida so'rayapmiz. Shumans ishiga bog'liq kompaniya investorlaridan biri Maksim Sitanovning da'vo arizasi bo'yicha sud jarayonlari hali ham davom etyapti. Navbatdagisi bugun 15-aprel sanasida Mirobod tumanlararo sudida bo'lib o'tdi. Sud bir necha oylardan buyon davom etayotgan bo'lsa, kompaniya direktori Dobrinin sudga ilk marta o'z murojaatini yo'lladi. Vakili orqali bera olgan sudni O'zbekiston sudini tan olmayman degan edi. Bugungi sud majlisidan oldin Vladimir Dobrinin sudga murojaat qilgan ekan va sudni boshlanishidan shu kungacha birinchi marta Vladimir Dobrinin o'zining nomidan sudga murojaat qilib, aynan shu programmniy produktni arestdan yechish masalasi ko'tarilgan. Ya'ni sud boshlangan kundan shu kungacha imенно e'tibor qaratilgan joyi shundaki, imенно shu sud tomonidan qo'yilgan aresti bo'yicha shu sudga murojaat qilyapti, o'sha arestni yechib shaklda. Aslida da'vogar tomonidan qilingan investitsiyaning asosiy qismi aynan dasturiy ta'minot uchun sarflangan va u asosiy aktivlardan biri hisoblanadi. Aynan shu dasturiy ta'minotni uchinchi shaxslarga begonalashtirmaslikni oldini olish maqsadida da'vogar tomon suddan unga band qo'yilishini so'ragan. Sud ma'qullab ajrim chiqargan. Javobgar tomon esa aynan shu bandni bekor qilinishini so'ragan. Xabarlar bor, o'tgan sud majlisida, sudning boshlanishida biz sudga murojaat qilib, o'sha kompaniya Humansga tegishli bo'lgan programma обеспеченияni uchinchi shaxslarga begonalashtirishni oldini olish maqsadida, ya'niki hozirlar xabarlar bor, kompaniya o'sha bankrot holatida, da'vogar tomonidan qilingan investitsiyalar aslida ko'p qismi o'sha programma обеспечения yozuv uchun ketgan, ya'ni injenerlarga, aytishchilarga pul to'langan. O'sha hozirgi kunda o'sha asosiy aktivdan bittasi o'sha programma обеспечения hisoblanadi. O'sha programma обеспеченияni uchinchi shaxslarga begonalashtirmasligini oldini olish, ya'ni sud ko'rib chiqqunga qadar da'voni ta'minlash chorasi sifatida o'sha dasturga band solib qo'yishni so'raganmiz. Sud ko'rib chiqish natijasi bo'yicha iltimoslarimiz qanoatlantirilgan, sud tomonidan ajrim chiqarilgan. Lekin o'tgan sud majlisida Humans aksionerlik jamiyati tomonidan sudga ariza bilan murojaat qilyaptiki, o'sha qo'ygan bandni olib tashlanglar. Bugungi sudda ham javobgar tomonning vakillari ishtirok etmadi. O'tgan sud majlislarida esa ular taqdim etgan hujjatda da'vo arizasidagi pul mablag'lari bilan dasturiy mahsulotga sarflangan summa nomutanosib ekanligini keltirib o'tishgan. Ishonchli vakillari tomonidan sudga murojaat qilingan. Biz sudda qatnashmaymiz, biz faqatgina o'sha preniya muzokaraga kelamiz deb yozma ravishda sudga ariza berilgan. Bu ariza sud majlisi davomida ishonchli vakillari tomonidan o'qib eshittirilgan, shu kelajakdagi sud majlislarida biz qatnashmaymiz deb. Lekin shu bergan arizasiga qaramasdan ular sudga xohlagan paytda kelishadi, ya'ni o'sha kerakli o'sha protsessual harakatni amalga oshirish uchun, sudga ariza berish uchun, o'sha holatlar uchun kelishadi. Qolgan holatda ular sudda yo'q. Mana bugun ham o'tgan sudga kelishdi, arizani berishdi, bugun sudda misol uchun ular yo'q. Yana o'sha nesorazmerность, ya'ni o'sha qilinayotgan da'vo bilan ya'ni da'vo summasi 12 million dollar deydigan bo'lsak, 66% shu ulush tariqasida so'rayapmiz, ya'ni 4 million dollar o'sha kiritilgan investitsiyani qaytarib berish sifatida so'rayapmiz. Umumiy hisobda o'sha so'ralayotgan da'voda ko'rsatilgan summa bilan narxi teng emas degan vajni ko'tarib, shu vajh asosida iltimos qilgan. Ikkinchi vajh asosida bu qo'ygan bandingiz sud tomonidan qo'ygan band uchinchi shaxs manfaatlarida buzilmoqda degan vajh keltirgan. Bu vajlarni muhokama qilindi o'tgan sud majlisida. Ya'ni o'sha aniqlik kiritish maqsadida aytdiki, mana sizlar javobgar sifatida murojaat qilasizlarki, shu narxi to'g'ri kelmaydi sizlar qilayotgan. Aslida narxi nechi pul o'zi? Aslida narx bo'yicha ma'lumot bormi? Agarda siz sudga murojaat qilayotgan bo'lsanglar, sudga o'sha hujjat berishingiz kerak. Aslida hozirgi kunda shu programmniy produktni narxi 12 million dollar emas. Bu programmniy produktni narxi o'zi aslida baland turadi degan vajh berishingiz kerak. Qanaqadir tasdiqlaydigan hujjat bormi, yo'qmi? Tasdiqlaydigan hujjat bo'lsa, beringlar sudga deb muhokama qildik. Ikkinchisi, qaysi uchinchi shaxslar to'g'risida gapiryapmiz? Biz to'g'ri tushunyapmizmi? Go'yoki bu programmniy produkt uchinchi shaxslarning manfaatini buzyapti deganingiz, bu programmniy produkt uchinchi shaxsga tegishlimi? Tegishli bo'lsa hujjat beringlar bizga.
kimga tegishli bu? Nimaga o'sha biz o'ylavdikki, shu pulimiz kompaniyaga tegishli. Agar siz 3-shaxs deyotgan bo'lsangiz, значит bu уже kimnidir qo'lida turibdi bu, boshqa tashkilot nomida. Kim o'sha tashkilot degan masala bo'yicha aniqlashtirishga harakat qildik. Lekin javobgar tomonidan biron bir hujjat berilgani yo'q. Ya'ni narxi bo'yicha yoki bo'lmasa 3-shaxsga tegishliligi bo'yicha biron bir hujjat berilmadi sudga. Shu ko'rib chiqish va muhokama natijasi bo'yicha biz sudga o'zimizning fikrimizni bildirdikki, bu iltimosnoma shunchaki protsessual harakatlarni amalga oshirish uchun, ya'ni iltimosnoma kiritganda mana esingizda bo'lsa, biz sudga murojaat qilganimizda tegishli o'rganishlar o'tkazish natijasida sudga iltimosnomani tagiga ilova hujjatida ilova sifatida bir nechta hujjatlarni berib, mana programmali produkt bir 60 varoqda yozib berdik bizlar. U tarafdan o'sha hujjat taqdim qilingani yo'q, sud tomonidan o'sha ularning arizasi qanoatlantirishdan rad etildi. E'tiborga olinadigan taraf shundaki, davrasida keltirilgan vajlar bo'yicha, yo'q, meni maksimda qarzim yo'q, 4 million dollar emas, 1 million qolgan yoki bo'lmasam 4 million emas, 500 ming qolgan yoki bo'lmasa umuman olmaganman u pulni degan yozuvni ko'rganimiz yo'q. Yoki bo'lmasa men hech qachon maksimga 66% men va'da bermaganman degan arizasini ko'ryapmiz, sudga murojaat qilgan, u bo'yicha hech qanday dalil keltirmagan. Lekin aynan shu programmali produktni shu band yetish kerak, noto'g'ri qo'yilgan, sudda tezroq ko'rib tugatinglar. Nega haligacha cho'zyapsizlar degan ma'noda, ya'ni sudga ariza bergan. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni o'sha sudga ariza berayotgan bo'lsang, shu sudga o'sha arizani bilasan, o'sha arizada yozilgan o'zi 4 million dollar so'rayapti, 66 u bo'yicha fikrini bildirish kerak edi. Yo'q, men unaqa hech qachon kelishuv bo'lmagan deyish kerak edi. Yoki bo'lmasa 4 million dollar hech qanaqa qarzim yo'q deyish kerak edi. Bu ikkita holat bo'yicha umuman kommentariy bermasligi, bu ikkita holat bo'yicha umuman o'zini fikri bilan yoritmasligi, meni fikrim bo'yicha o'sha davrasida keltirgan vajlari qo'shiladi deb o'ylayman. Faqatgina qo'shilmaydigan holati o'sha sud tomonidan programmali produktga arest solgan holati bo'yicha e'tiroz bo'lgani uchun aynan shu masalani ko'rgan. 3-holat, ya'ni sud nima uchun shu sud bu narsani ko'rish kerak emas, rad qilish kerak degan vaj bilan bergan. Agarda haqiqatdan meni fikrim bo'yicha mana Dabrin advokatlari bor, mana sudda qatnashayotgan aksionerlik jamiyatining o'sha hamkasblarimiz bor. Har bitta holati bo'yicha yo'q, qarzdorlik qolmagan. Ya'ni biz sudga murojaat qilganimizda 5 million qarzga olgan, 5 milliondan 1 millionni qaytargan, 4 million qolgan. Yo qaytargan holat bo'yicha, olgan holati bo'yicha biror marta biz keltirgan vajimizni bir 60 varoqda vajlarni keltirganmiz. O'sha bo'yicha bu hujjat to'g'ri, bu hujjat to'g'ri emas, bu hujjatga e'tirozim bunaqa, bu hujjatga qarshi bu hujjatim bor degan biron bir vaj keltirmagan hozirgi kungacha. Lekin kechagi arizasida shuni o'qib shu narsani tushundimki, shu ham formallik uchun biron bir bizni vajimizga tegishli dalil keltirmaganligi bu uni o'sha qarshi keltiradigan biron bir dalili yo'q deb o'ylayman. Biron bir dalil bo'lganda shundoq sudga olib kelardi, qo'yardi, o'tirib hisob qilardi, yo bu 4 million emas, bu ko'proq hisoblayapsan, kamroq hisoblabsan deb aytadi. Biron bir dalili yo'qligi shu holatga keladi bo'laydi. Majlis so'ngida suddan Dobrenining hujjatlaridagi imzosi ekspertiza qilinishi so'raldi. Keyingi sud majlisida so'rov ijrosi ta'minlanishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi jarayonlar haqida lavhalarimiz davomida batafsil ma'lumot beramiz.